Umrani sog'ingan akalar, narxi eshitinglar. Agar hozir bilet bilan vizani o'ziga ham $700 yaqin rasxod qorasa, to'g'rimi? Agar o'zingizlar boramiz desanglar. Akalar, litsenziyasi bor kompaniya. Primoy reys. Madinada 2 mahal ovqat, Makkada 3 mahal ovqat, o'zbekcha ovqat. Voy salkam 13 kun. $695. Agar vizangiz bo'ladigan bo'lsa, Saudiyaning vizasi $595, ya'ni $100 arzoniga boryapsiz. Akalarni sumkani bejiklari ham bepulga bo'ladi. Eng qizig'i, Primoy reys faqat bitta notomoni bor Toshkentliklar uchun. Uzoq demasanglar, vodiy ahli uchun bo'lyapti. Vodiydan uchasizlar. Andijon, Jidda, Andijon, Farg'ona, Madina, Farg'ona, Namangan, Madina, Namangan. Yana aytaman, Primoy reys 2, 3, 4, 5 dekabr kunlariga olsanglar bo'ladi. Yana bu yog'ini ko'rasizlar, shu operatorlar bilan gaplashaverasizlar. Boyvachcha akalar, bilamiz, ota-onalarni jo'natgansizlar. Xola, ammalarni ham bir jo'natmaysizlarmi? Bir duosini olmaysizlarmi?